Mamlakatimizda chorvachilik sohasining rivoji, tarmoqlari yanada kengayishi, ilg'or texnologiyalarni joriy etilishi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning jahon bozoridan munosib o'rin egallashiga o'ziga xos zamin yaratmoqda. Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahrida o'tkazilgan chorvachilik sektorida kichik va o'rta biznes ishtiroki ushbu sektorni moliyalashtirish va kreditlash, taqdim etilayotgan preferensiyalar va imtiyozlar mavzusidagi forum shu kabi muhim va asosiy vazifalarni hal etishga qaratildi. Muxbirimiz Akbarali Xudoyberdiyev hozirgi lavhasi shu haqda. Mazkur forumda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, ularning daromadlarini oshirish, buning uchun albatta chorvachilikning muhim tarmoqlarida istiqbolli loyihalarni amalga oshirish singari muhim vazifalar haqida so'z bordi. Ma'lumot o'rinda shuni qayd etish o'rinliki, so'nggi yillarda kichik va o'rta biznesning mamlakat yalpi ishlab chiqarishdagi ulushi 50% dan, ayollarning biznesdagi ulushi esa 36% dan ortdi. Bunda xalqaro moliya institutlari va tijorat banklarining tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlanishga ajratilayotgan kredit mablag'lari va grant loyihalarining ahamiyati katta. Germaniyaning taraqqiyot banki KfW bank moliyaviy manbalari hisobidan demak respublikaga 26.8 million yevro ajratilyapti imtiyozli bank kreditlari. Lekin mana shu imtiyozli bank kreditlarini olish uchun moliyaviy savodxonlik oshirish kerak. Ya'ni sohada innovatsion texnologiyalardan xabardor bo'lish kerak. Aynan mana shu maqsadda Shveysariyaning Business Consulting kompaniyasi bilan shartnoma imzolangan. Shu shartnoma doirasida ko'plab yoshlar va xotin-qizlarni o'qityapmiz. Turli yo'nalishlarda, xususan chorvachilik yo'nalishida ham. Ma'lumki, mamlakatimiz aholini oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va qishloq xo'jaligini rivojlantirishda chorvachilik muhim ahamiyat kasb etib, qishloq xo'jalik mahsulotlari ulushining 44% chorvachilik tarmoqlari mahsulotlari hisobiga to'g'ri keladi. Chorvachilikda kichik va o'rta biznesni rivojlanib borishi barobarida yangi ishchi o'rinlari yaratilib, aholi bandligi ta'minlanmoqda, turmush farovonligi ortmoqda. Nishon tumani qorako'lchilik mas'uliyati cheklangan jamiyatda 22 yildan beri bosh cho'pon bo'lib ishlab kelmoqdaman. Bu kasbim ota-bobomlardan o'tib kelgan meros. Prezidentimiz meni shunday kamtarona mehnatimni qadrlab, menga do'stlik ordeni bilan mukofotladilar. Men bundan juda ham xursandman. Yakunda chorvachilikda ko'p yillar davomida samarali mehnat qilib kelayotgan bir guruh soha xodimlari qimmatbaho sovg'alar va faxriy yorliqlar bilan taqdirlanishdi. Bu kun Akbarali Xudoyberdiyev, Javohir Kengboyev, Qashqadaryo.